Chaqiriqqa xush kelibsiz qizlar. Bugun siz qo'g'irchoqlar uchun uchalar yasashingiz kerak. Tayyormisiz? Qani, boshladik. Nimadan boshlasam ekan? Topdim. Ranglarni qarang. Tomini bezataman. Juda yorqin va ajoyib. Sizga bo'sa yo'llayman. Voy! Voy! Nima qilyapsan? Men tayyorman. Men ham tomdan boshlayman. Lekin metall zanjirlardan foydalanaman. Ha, ayni muddo. Bo'sa o'rniga esa kalla suyagini osib qo'yaman. Qo'rqyapsanmi? Ajoyib. Rostdanmi? Qani, mening chiroyli deraza romlarimga qara. Nima? Meniki qora bo'ladi. Ha, mayli, farqi yo'q. Yana nima qo'shsam ekan? To'g'ri. Yorqin tenlar palitramni olaman. Pushti uyimning devorlari juda chiroyli bo'ladi. Shunchaki ajoyib. Naqadar sehrli. Voy! Endi kichkina yumshoq gilamcha qo'shaman. Binafsharang kreslo va pushti yurakcha shaklidagi stol. Biroz dizayn qo'shamiz. Voy! Men esa bezak sifatida ko'rshapalaklarni qo'yaman. Qara. Binafsharang devorlarda ajoyib ko'rinar ekan. Va bunga qara. Bileziklarim bu yerga juda mos tushadi. Tayyor. O'rgimchak to'rli divan. Kalla suyagi bor stol va tumba. Tepasiga biroz dekor va yumshoq gilamcha qo'shamiz. Albatta qora rangda. Anavi lampaga qara. Oh, saqichmi? Devorga Wednesdayning rasmini yopishtirib qo'yaman. Aytgancha, xona unga yoqarmidi? Albatta. All right. Bu dahshat. Fiyuf! Men o'z uyimga qaytaman. Anavi savdo avtomatiga qara. Ichida shirin konfetlar bor. Va yoqimtoy ayiqcha bir nechta. Menimcha menda boshqa g'oya bor. Xo'sh, qani ko'raylikchi. Bu yoqimtoy kamalakka qara. Bu devorga juda mos tushadi. Enid, shirinlik xohlaysanmi? Mana ol. Idishga solib qo'yamiz. Thank you. Senga yoqadi deb o'ylayman. Shirin, a? Xo'sh, qizlar. Birinchi qavat tayyor. Bu shunchaki mukammal. Voy! Keyingisiga o'tamiz. Oshxona uchun ham qora mebeldan foydalanaman. Ha, aytgancha, anavi shkaflarga qara. Albatta, kalla suyaklari bilan. Yonida esa haqiqiy tobut. Hazillashdim. U yerda javonlar bor. Stol, stullar va albatta pichoq vilkalar. Voy, ajoyib muhit. Devorda qadimiy soat. Yana bir nechta narsa va tayyor. Oh!
Ko'rshapalak. Ko'rshapalak bizniki. Bu yoqqa kel. Wednesday sening do'sting bor. Ular naqadar chiroyli. Men esa o'zimga ozgina kola quyib olaman. Ajoyib. Dahshat-ku. Bu oshxona endi to'g'ri kelmaydi. Bunisiga nima deysiz? Ha, ancha yaxshi. Pushti shkaflarga biror narsa chizib qo'yaman. Qani ko'raylikchi? Voy! Bu juda chiroyli. Yana bir nechta element qo'shamiz. Voy! Men daho rassomman. Zo'r emasmi? Joylashtiramiz. Wow! Menga hozirdanoq yoqyapti. Stol va stulni qo'yamiz. Voy! Kuchukchani ham unutmaylik. Sen eng zo'risan. Butunlay esimdan chiqibdi. Bizga pushti kolonka kerak. Unga ham yoqqanga o'xshaydi. Bu musiqa. Qizlar, oshxonangiz mukammal. Juda baland ovozda. Xo'sh, sizga qanday yoqdi, qizlar? Xo'sh, biz davom etamiz. Yo'q, o'rgimchak. Kutib tur. Bu haqiqiy emas. Tina, haziling qursin. Xo'sh, qani ko'raylikchi. O'rgimchak to'ri. Endi ajoyib pardalar. Va darhol gilamcha qo'shaman. Yomon emas. Sendachi? Mening pardalarim esa rang-barang munchoqlardan bo'ladi. Juda chiroyli. Qara. Mana bitta deraza, mana bunisi va yorqin gilamcha ham. Butun pol u bilan qoplanadi. Dahshat. Bu yerda nima qilyapsan? Biroz kutib tur. Mana ol. Bu juda kulgili. Qoshim. Nima? Uni zudlik bilan qaytarish kerak. Xo'sh, ancha yaxshi. Hozir senga ko'rsataman. Xo'sh, oboylar haqida gapiradigan bo'lsak, 3-xonada devorda bir shoxlar va kamalaklar bo'ladi. Juda yorqin va chiroyli ko'rinyapti. Bu kiyimlar uchun joy. Sening chiroyli karavoting. Bu yurak shaklidagi yostiqqa qara. Albatta, tualet stoli ham. Voy, juda ko'p ajoyib narsalar. Senga yoqadi. Qani, do'stim? Xo'sh, Tina. Uyim tayyor. Ha, men tezroq bo'ldim. Nima qilsam ekan? Oyli qora karavot. Bu ajoyib. Biroz detallar qo'shamiz. Anavi lyustralar. Albatta, karavotingning yonida skripka. Nima deysan, Wednesday? Ha, endi bemalol chalishing mumkin. Qara, Britney. Mana shunday bo'lishi kerak.
Qani ko'raylikchi. Uy Wednesday uchun tayyor. Va Enid uchun ham. Hammasi juda yaxshi. Qizlar qo'g'irchoqlari bilan vaqtni ajoyib o'tkazishyapti. Britney, biror narsa bo'ldimi? Tina, sizlar zerikyapsizlar shekilli. Qizlar biror narsa o'ylab topishdi. Ajoyib, birga o'ynashingiz mumkin. Uychalaringiz va qo'g'irchoqlaringiz har xil bo'lsa ham, shirinliklarni esa bo'lishish mumkin. Yummy. Vaqtingizni ajoyib o'tkazing. Keyingi chaqiriqda ko'rishguncha tez orada ko'rishamiz. Xayr.